O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashib keluvchi vatanparvar tashkiloti Markaziy Kengashi raisi kubogi uchun o'tkazib kelinayotgan Shunqorlar harbiy sport o'yinlarining Mingbuloq tuman bosqichiga 12 ta jamoaga birlashgan 120 nafar yosh yigit-qizlar qatnashdilar. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Husniddin Hamidov tanishtiradi. O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi Yoshlar ishlari agentligi bilan hamkorlikda tashkil etib kelinayotgan Shunqorlar harbiy sport o'yinlarining Mingbuloq tuman bosqichi ishtirokchilari tumandagi 1-son politexnikumida o'zaro bellashishdi. Musobaqa nizomiga ko'ra jamoalar 3 ta blok sinovlaridan o'tkazildi. Harbiy vatanparvarlik blokidagi jamoa a'zolarining O'zbekiston harbiy tarixiga doir bilimlari tekshirildi. Saf qo'shig'i va biz bir jamoamiz ko'rik tanlovlari ham jamoalarning hamjihatligi namoyishiga aylandi. Harbiy amaliy ko'p kurash blokida ishtirokchilar pnevmatik quroldan o'q otish, o'quv granatasini uzoqlikka uloqtirish va harbiylashgan estafeta bo'yicha kuch sinashishdi. Sport blokidan o'rin olgan diatlon, 100 metr masofaga yugurish va turnikda tortilish bo'yicha musobaqalar hamda do'stona ruhda va shiddatli kechdi. Murosasiz bahslardan so'ng g'oliblar aniqlandi. Tuman bosqichlarida birinchi o'rinni egallagan 14 ta umumta'lim maktabining Admiral jamoasi viloyat bosqichida qatnashib tuman sharafini himoya qildi. Bugun bo'lib o'tgan Shunqorlar harbiy sport musobaqasida jamoamiz faxrli o'rinni egalladik. Kelajakda shu viloyat bosqichiga chiqib, faxrli o'rinlarni egallash hamda shu viloyat Mingbuloq tumani sha'nini himoya qilish. G'olib va sovrindorlarga tashkilotchilarning diplom va esdalik sovg'alar topshirildi. Musobaqaning shahar va tuman bosqichlari qizg'in davom etmoqda. Husniddin Hamidov, Rustamjon Soqjonov, Ovoza informatsion dasturi uchun Namangan.